Nima deb gapiraman ustozning telefoni, nima deb gapiraman ustozingga telefon qilib? Mana. To'g'ri tur, tez gapir endi. Axtar turay nomerda. Nima deyman ustozingga? Bo'l, nomer axtaryapman men. Anaqa, meni qizimga qo'lini uchini ham tekkizmasin bolalaring deb qo'ying, xo'pmi? Ya nima deyin? Keyin bolalaringizga ayting, Rajabali Muhammadziyoga ayting. Keyin orqamdagi o'tirgan bolaga aytib qo'ying deng. Nima deyin? Go'zalxonada orqasidagi o'tirgan bolaga aytib qo'ying deng. Ha. Anaqa hammasi menga tegyapti ekan. Bittasi meni uryapti, bittasi Go'zalxonada uryapti, so'kyapti. Bittasi bir kuni Muhammadziyo degan bola metiga bunday qiluvdi, anaqa sakruvdi metiga anaqa. Ha, ustozing ha deb kitob o'qitma deb aytmayman ustozingga. Ha dey. Nima deyin ayt, o'rgatda. To'g'ri tur. Nomer qayerda ekan nomer? Bu tez nomer axtarib to'g'rilaysiz, gapir. Ya qani ayi. Ustoz nomer axtaryapman nomer. Gapirmayman ustozingga telefon qilmayman. Rasm chiziyapsiz. Ustozing telefon qilmayman ustozingga? Qani ko'rsat. Ustozing telefon qilaymi qilmaymi? Ustozing telefon qilaymi qilmaymi? Ustoz nima deb aytayin? Kitob o'qitma deymi ustozingga? Kitob bir marta bo'lsa ham o'qitma kitob deng. Ha. Ko'rsat. Rasm o'ylayapti.